Sevgilim va nihoyat qo'llarimdasan. Bu bilan faxrlanishing kerak. Yaramaslar. Bu nima shovqin? Bas qilinglar, iltimos. Shovqin qilmanglar. Oldindan rahmat. Ishlashga harakat qilyapman. Ko'rishingiz kerak edi. O'sha qotilning uyi kulga aylandi. Alloh nolalarimizni eshitdi. Allohim, o'zingga shukr. Nima deyapti Abdulhay? Sem o'libdi og'a. Rostdan usta? Bu yerdan ketishingiz kerak. Endi hech qayerga ketmayman. Haromi o'ldi. Nima qila olardi? Jirkanchi ruhim yana bezovta qilarmidi? Leyla, asl mashaqqat endi boshlanadi. Uni o'rniga keladigan odam biz bilan aloqangiz borligini bilib qolishi mumkin. Qayerdan biladi? Leyla, Erham bilan seni birga ko'rgan bo'lishlari mumkin. Oho, bolalar Turkiya siz bilan faxrlanadi deb baqiryapti. Siz hali ham bu yerda o'tiribsizmi? Shoshma, muhim narsani gaplashyapmiz. Xuddi tushunadigandek. Shayxning uyi xavfsiz bo'lishi mumkinmi? Nega endi? Men qo'shnilarga xabar qilay, oziq-ovqat yuborishmoqchi edi. Ona to'xtang. Abdulhay, o'lganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Kiyimingni almashtirib shaharga bor. Kelayotganda mashina topib kel.